Maryam Tillayeva shaxsiy samolyot sotib olmoqchi. Taniqli bloger va youtuber Maryam Tillayeva ijtimoiy tarmoqlardagi navbatdagi chiqishi bilan jamoatchilik diqqat markaziga tushdi. Bu safar u aviakompaniyalar xizmatidan noroziligini aytib, o'z muammosiga o'ziga xos yechim taklif qildi. Hammasi Maryam Tillayevaning Parij safaridan oldin duch kelgan qiyinchiliklari haqidagi shikoyatlari bilan boshlandi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyadan Yevropaga parvoz qilish tobora murakkablashib bormoqda. Reyslarning kechikishi va qayta ro'yxatdan o'tishdagi texnik xatolar tufayli bloger nafaqat uyqusiz, balki ovqatsiz ham qolgani haqida so'zlab berdi. So'ng bloger oddiy reyslardagi noqulayliklardan qutulishning oson yo'lini taklif qildi. U obunachilarga shaxsiy samolyot sotib olishda yordam berishlarini so'rab, agar uning har bir followeri $3,5 pul o'tkazsa, umumiy jamg'arma $5,25 million tashkil etishini aytdi. Bu mablag' kichikroq shaxsiy samolyot sotib olishim uchun yetarli hisoblanadi. Evaziga esa men har hafta bir nafar obunachini tanlab, o'zim bilan dunyo bo'ylab sayohatga olib chiqishni va'da qilaman, deb yozdi Tillayeva.